Vallahi Iris Gaming o'z buni qaranglar. Iris keldi aka. Samuray nima gap? Qalaysiz? Ya, assalomu alaykum. Va Zo'r alaykum bo'ldi assalom. Iris. Menga yordam keling. Men challenge qilaman. Birinchi leveldan to maksimum levelgacha bo'ldi. Men juda ham uzoq levelga chiqishim kerak. Menga yordam berasiz? Menga hozir ikkinchi o'rinda kuchayishim yordam kerak. Bo'ldi. Men sizga qanday yordam berishni bilaman. Mana hozir ko'rasiz hozir. Tak, kiramizda sizga Cosmic Trail beraman men. Cosmic Trail. Oy, Cosmic Trail bo'ldi. Qani hozir ko'raylik Cosmic Traillardan. Qani Cosmic. Yo-mayo 100x speedli Cosmic Trail menga eski muspalarga qilmoqchi bo'ldi. Qani hozir ko'ramiz, menga tusharmi ekan? Rostdan aldash shekilli, Iris Gaming. Men aldamayman. Men samuraydan aldamayman. Yo, bo'ldi. Iris Gaming o'zlama Cosmic Trail padarga qildi. Bu hali hammasi emas. Bu hali hammasi emas. Qarang. Yana nima bermoq? Bo'ldi, yana sovg'a berishmoqchi menga. Qani hozir ko'ramiz. Men hozir Cosmic Aura'ni qo'yaman. Cosmic Trailni. Menga unaqa boyaga shohruh do'stim mana shu narsalar berganda. Qani? Menga Aura bo'ldi, chokolat Aura berdi. Yo, katta rahmat bo'ldi. Aurani ham qo'yib qo'yamiz. Qani? Aura. Uy, trade nima berasiz menga? Trade'da bo'ldi. Yo-mayo! 200% kanada admin maskasi steklarni beryapti bo'ldi menga. Yo! Menimcha shu yetadi sizga boshlanishga-da. Tekin. Men sizga podarka qilyapman. Prosta yurakdan, hammasi yurakdan. Yo-mayo bo'ldi. Bular hammasi qo'yib qo'ydik deb biz babshitib kuchib ketamiz. 1490 ta speed va bo'ldi. Aurani ham qo'yib qo'yib, yangi Auramiz qayerda bizada? Chokolat Aura va menga katta 100x trail berishgan. Qani bo'ldi, yuguradigan so'ng. Yo-mayo 840 milliondan beri o'tib yurganimga. Reversing 107-chi level ekan, bo'ldi. Men 9x treadmill yuguradigan bo'lsam, yo, tezlik ko'payishini qaranglar. Yana bitta reverse bordim bo'ldi. Endi keyingi reverse 25-levelga ekan va mana bu yerda bizga 175-level kerak bo'ldi. Короче, Iris King birgalikda level ko'taramiz. Ketdi, davay. Birinchi stage o'tishimiz kerak. Yo, siz вообще ekan-ku. Bet olmayman. Betdan necha 175 level kerak ekan. Hozir men hozircha trenirovka qilaveradi. Davay, men siz oldingizda podдержкаdaman, davay. Treadmill. Men treadmill qanday qo'yaman? Treadmillni qo'yib oladi. Men treadmillim bor, mana. Oy, 15 milliard dan beryapti, da, ketdi. Ketdi. Yo, Irisda 100x treadmill bormi, do'st? Yo, o'lib qoldimmi? Bo'ling, men sizni kutyapman. Keling. 100x treadmillim bilan kutib turibman mana. Yo, zo'rligini qaranglar, bolalar, 100x treadmill. Agar shu videoda agar 1000 ta like bo'lsa, tayda qaysidir randomli obunachiga 100x treadmill beramiz. Mana Samuray bilan Iris Gaming nomidan podarka qilamiz, farqi yo'q. Ana bu. Короче, shu videoda 1000 ta like yig'iladigan bo'lsa, bolalar, Iris Gaming o'z va men ikkalamiz 1000x treadmillni obunachimizga tarqatib boramiz, bolalar. Короче, like'dan bosib, kommentariyga o'zlaringiz kelgan qildiringlar bo'ldi. Albatta kanalga obuna bo'lish shart bo'ldi. Kanalga obuna ham bo'linglar. Yo, to'g'risi kubikni olaman. Bu yoqiga o'zingizga yetmaydi. 1,5 millionta kubik oldim men. Men kubigim 3 million qilsam, yana 2 mingta step qo'shib berar ekan. Ana ketdi. Davay, ketdi. Yaxshi. Ikkinchi level. Yugur. Yetalmay qoldim. Sal shoshildim, mana necha. Davay. 175-level kelib olganmiz bunda. Reverse qilishimiz kerak. Iris o'tib ketgan qaranglar. Yo'q-ma, yo'q. Keling. Voy. Oldingizmi? Zo'r. 3 millionta winsta oldim men. 2000 tani beryapti. 3 milliarddan beryapti menga arib yurganimga. Qani reverse qilaychi? 25x. Endi menga 8 milliarddan treadmill yugursam вообще o'za kerak. To'xtang, men sizga yana narsa bor sizga. Yana narsa bor. Tak, 170lik bor. Mana uni qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Tak, yana bitta 150 beraman. Tak. Ya mana maskalar ham sizga mana. Mana sizga shuncha narsa. Ne? Yo, bo'ldi. Yana shuncha sovg'a Irisdan bo'ldi, buni qaranglar. Yo, shuncha podдержка bo'ldi Irisdan. Addish rahmat bo'ldi. Irisga ham rahmat deb kanalga o'tib obuna bo'lib qo'ysa bo'ldi. Mana shu chiqarib qo'yaman. Iris Gaming o'z deb chiqadi. Bunga ham o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar bo'ldi. 1739% bo'ldi. Yo, men plyusdan bosib, mana yana qo'shib qo'ydim. 100 ta roast yana slot ochsa bo'lar ekan. Yana bitta slot ochamiz va bularni hammasini qo'yib qo'yamiz. 2500x endi menga beryapti bo'ldi. 2500%. Davay. Endi ko'taradigan bo'lsak, 190-levelga oldim. 200-level desam, men 75x kanatda reverse qo'rsam bo'ladi, davay. Короче, ketdi bo'ldi. Ko'proq kubik yig'ishimiz kerak hozir.
Menga qancha kerakdi? Короче, 15 minutda kubik kerak yana bolalar. 15 minutda kubik yig'ishim uchun menimcha bir 3-4 marta borib kelishim kerak ikkinchi stejga. O'zi ham bizga 2x kubikni berib qo'ygan. 4,5 minut vaqtimiz bor ekan. Davay. O'shinga yetib olishimiz kerak. Agar stage 3 dan kubik yig'adigan bo'lsak, ancha ko'proq berardi. Lekin stage 3 ga o'tish oson emas bo'ladi. Lan speedimiz yetmaydi menimcha. Ha, 180 ekan. Qani o'tmoqchi bo'lib ko'radi bola stage 3 dan. Ikkinchi bor stage 3 da shuncha qiyin. Ketdi bola. Let's go! Ketdi. Bosing tezroq. Men olib ketdim. Bo'li. Men bosib ketaman. Sakra. Zo'r. 600 mingta kubik oldim. 2,5 millionta berdi bolalar. Menda 10 millionta bo'ldi. Agar golden key yoki qora knopka topadigan bo'lsam menga вообще ko'p berardi bor. Qanday? 400 ming topib turamiz hozirchalik. 11 million bo'ldi. 15 million desa men yangi stepga o'taman. Ketdi. Eris bo'lib qoldi. 12,5 million. Yana bitta borib kelsam bo'ldi bolalar. Bitta borib kelsam bo'ldi. Ketdi. Yaxshi. Ha, 3-stage o'tamiz. Let's go doy bo'ldi. Ulguramiz. Davay. Yaxshi. Sakra mo'yat o'tamiz. Stoldan. Voy, sekin. Uy, yaxshi. Zo'r. 600 ming o'tamiz. Davay, ketdi. Qani, yana bitta olsam, ashdan birinchi stagedan bo'ldi ekan bola. Oy, yaxshi. 15 millionda bo'ldi. Endi har bitta yurganimizda 34 milliarddan beryapti. 300 milliard treadmillda bo'ldi. 200-level qolamiz. Hozir reverse bosib boramiz bolalar. Yani davay, azgicha qoldi. 35 ta Robux'lik mana uni ham olamiz. Let's go. Buni ham oldik. Oy. 198, 199. 200-level bolalar. Mana qo'yadi 200-levelimizni. Reverse bosib boramiz. Keyingisi bolalar bizga 250 speedda 223-levelda berar ekan. Mana levelim вообще tez kuchayib ketdi ekan. Nima deysizlar bola? Hozir biz admin abuse boshlaymiz va admin abuse'da World 3 ga o'ta olamanmi yoki yo'qmi bola? Shu joyda kommentarlarga yozib qoldiringlar. Короче, bolalar, men hozir shu joyda video tugataman bolalar. Albatta bu videoning ikkinchi qismi ham chiqadi. Bu birinchi qismi. Ikkinchi qismi esa bolalar admin abuse'da level ko'targanim bo'ladi. Albatta admin abuse'da qancha levelgacha maksimum borganini ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta keyingi videoga o'tib ko'rasizlar bolalar. Shu joyda videoga like bosib, hamma kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Qani eris? Hammaga xayr bolalar, o'zlaring ehtiyot qilinglar. O'sha gap, 1000 ta like yig'sa shu videomiz 100x treadmill sizlarga bolalar, randomni tanlab beramiz. Da bolalar. Qarchi hammaga xayr, hammaga omad keldi. Ko'rishguncha xayr.